Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlar bilan part 1 reading ishlab ko'ramiz, test. Va bizga kerakli bo'ladigan 2-3 ta vocabularyimiz bor, shularni ko'rib chiqamiz. Birinchisi cheeky. Cheeky degani slightly rude or showing no respect, but often in a funny way. Biroz qo'pol yoki shu hurmatni ko'rsatmaydigan holda, ammo kulgili ekan. Mana shunday bo'lar ma'nosi. Keyingisi snatch, to take hold of something suddenly and roughly. Nimanidir to'satdan yoki taxminan shuni yulib olmoq qo'ldan olmoq. Enclosure, an area that's surrounded by a barrier. Enclosure degani bu to'siq bilan qoplangan bir hudud. Keyingisi oxirgisi lounge degani sit in a relaxed way. Dam olgan holda o'tirish. Keyin bizda bitta qoldi dart bor, bu move or run somewhere suddenly and rapidly. Demak, qayerdadir harakatlanmoq yoki yugurmoq to'satdan yoki tezlik bilan degani. Demak, davom etamiz. Part 1. Read the texts. Tekstlarni o'qing. Fill in each gap with one word. Har bitta bo'sh katakni bitta so'z bilan to'ldiring deyapti. You must use a word. Bitta so'z foydalanishingiz kerak. Which is somewhere in the rest of the text. Tekstning qayerdadir joylashgan qismida. Demak, shuni oldik, endi boshlaymiz. Last Sunday, my family and I went to the city zoo. O'tgan yakshanba mening oilam va men shahar hayvonot bog'iga bordik. It was a sunny day, perfect for a visit. U quyoshli kun edi, tashrif buyurish uchun juda zo'r edi. Zoo was bustling with people, all excited to see the animals. Demak, nimadir odamlar bilan gavjum ekan va hammasi hayvonlarni ko'rishdan mamnun ekan. Demak, nimaga boshni o'qiydigan bo'lsak, biz qayerga tashrif buyurdik va quyoshli kun edi, nima bo'lishi mumkin? Bu yerda hayvonot bog'i bo'lishi mumkin. Hayvonot bog'i odamlar bilan gavjum bo'ladi va odamlar hayvonlarni ko'rishdan mamnun. Mana shunday. Bu yerdan chiqdi mana, zoo bor edi. Demak, yozamiz. The zoo was bustling with people and all excited to see the animals. We started our tour near the lion enclosure. Demak, biz o'zimizning sayohatimizni shu sherlarning qafasini oldidan boshladik. The lions were magnificent. Demak, sherlar ajoyib edi. Zo'r edi deyapti. Their powerful bodies lounging in the sun. Ularning kuchli tanalari quyoshda toblanayotgan edi, dam olayotgandi. One even yawned. Bittasi hatto esnadi ham deyapti. Showing off impressive ease. Show off degani ko'rsatmoq. O'zining shu impressive degani aqlga sig'mas, dahshatli tishlarni ko'rsatib. Aynan qilibdi, nima deydi? Yawned, ya'ni esnatdi. It was amazing to see up close. Demak, ajoyib ekan, mana it was amazing ekan, ajoyib ekan. Nimanidir yaqindan ko'rish. Nimani yaqindan ko'rish bo'lishi mumkin? Sherlarni. Demak, bu yerda mana the lions degan joy bor. Mana shu joydan olamiz. The lions to see lions up close. Okay. Next, we visited the monkeys. Keyin biz maymunlarga tashrif buyurdik. They were incredibly playful and energetic, swinging from branch to branch. Ular juda juda o'yinqaroq va energiyaga boy edi va shoxdan shoxga o'ynab sakrab yurgandi. One cheeky monkey even snatched a banana. Cheeky degan keldi, snatched ham keldi demak. One cheeky monkey even snatched a banana from a nearby visitor. Demak, yaqindagi shu tashrif buyuruvchi yaqindagi odamdan deyapti. Bitta odobsiz maymun, ya'ni kulgili bir odobsiz maymun hattoki banan oldi, yulib oldi. It was hilarious to watch. U tomosha qilishga kulgili edi. The monkey, maymun deyapti. Endi qaysi maymunni gapiryapti? Bu yerda qarang.
shunday qoida borda, masalan, bitta ot, masalan, ot, demak, bir marta ishlatilsa, one yoki an artikli foydalanadi. Ikkinchi marta ishlatilayotgan payt the artikli foydalanadi. Bu yerda the artikli foydalanyapti, demak, bundan oldin bitta monkey ishlatilgan. Bu mana bu yerda monkey bo'ladi. One cheeky monkey. One cheeky monkey. Okay? Bilib oldik qaysi monkeyni aytayotganini. Endi the monkey also had a small waterfall. Demak, shu monkeyda shuningdek bitta kichkinagina sharsharasi ham bor ekan, which the monkey seemed to love playing in. Hamma boshqa monkeylar, maymunlar o'ynashni yaxshi ko'rar ekan. Demak, the monkey deymiz. The monkey nima desak bo'lar ekan? The monkey bu yerga bizga sifat kerak. The monkey also had nimadir bor edi. Demak, the monkey bundan bitta oldin gapni ko'ramiz. One cheeky monkey even snatched a banana from a nearby rooster. Okay? Mana shu gapda bu yerda aytyapti, yaqindagi odamdan deyapti. Endi bu yerga ham aytamiz. Endi biz boya maymunning oldiga keldik, gapirayotgan kishi. The monkey nearby deymiz. Nearby also had a small waterfall, which the monkeys seemed to love playing in. Okay. Davom etamiz. After that, we headed to degani bormoq. We went to. Ana shu sinonim bo'ladi. After that, we headed to the aquarium. Biz akvariumga bordik. There were so many different kinds of fishes swinging around, bright orange ones, long silvery ones, and even some with strange patterns. Demak, biz keyin akvariumga bordik va u yerda juda ko'p turli xil baliqlarning turlari bor edi va ular suzib yurgandi va ularga juda bir ochiq shu apelsin rang bor ekan va uzun kulranglari bor ekan va hattoki ba'zilari g'alati pattern degani uslub, shu ko'rinishni aytyapti. G'alati ko'rinishli deb aytyapti. G'alati ko'rinish, g'ayrioddiy ko'rinishli birlari ham bor deyapti. Demak, we spent a good amount of time watching the darting about. Demak, biz yaxshi vaqt sarfladik. Darting about. Nimanidir tomosha qilib, darting about degani bu yerda aylanib yurgan, suzib yurgan degani. Endi bu yerda bitta gap orqaga qaytadigan bo'lsak, bu yerda nima deyapti? Qarangsa, bu yerda fish haqida gapiryapti. Yana bular nimani ko'rishi mumkin? Bular tomosha qilishi mumkin. Suzib yurgan, aylanib yurgan shu atrofda fishni. Albatta, bitta gap orqadan demak chiqyapti javoblar. There were so many different kinds of fish swimming around. Demak, yozamiz. Fishes darting about. My little sister especially loved a large turtle slowly making its way across the bottom of the tank. Mening kichkina singlim ayniqsa bitta katta toshbaqani yoqtirdi va u sekinlik bilan o'zining yo'lini, tank degani shu, adashmasam, bak bo'lsa kerak, shu bakning orqasidan o'zining yo'lini topib ketayotgan ekanda. Okay. The zoo was a fantastic day out. Demak, hayvon bog'ida bir ajoyib yaxshi kun o'tkazibdilar. We saw so many fascinating. Okay, ot kelar ekan bu yerga. Biz shunchalik ko'p, fascinating degani qiziqarli nimalarnidir ko'rdik. And had a wonderful va ajoyib nimadir qildik. Together as a family. Oila bilan birgalikda. Nimalar ko'rish mumkin hayvon bog'ida? Hayvonlar ko'rish mumkin. Bo'lishi mumkin bu narsa. Bu yerga wonderful together as a family. Demak, oila bo'lib birgalikda nima bo'lishi mumkin? Wonderful. Time bo'lishi mumkin, lekin have a wonderful time degan yaxshi vaqt o'tkazmoq. Oila bilan birgalikda. Okay.
bu yerni asli ko'ramiz. I learned so much about different animals. Mana bu yerda animals kelyapti. Demak, men shunchalik ko'p o'rgandim deyapti. Turli xil hayvonlar haqida va ularning yashash joylari, vatanlari haqida. And I definitely, men aniq deyapti. Recommend, tavsiya qilaman. A visit to the zoo to anyone. Har bir kishiga, hammaga shu hayvonot bog'iga tashrif buyurishini tavsiya qilaman. We saw so many fascinating, bu yerga animals bo'lishi mumkin. Yozaylikchi. Animals va bu yerga time'ni bu yerga time bo'ladi, chunki deganda mana bu yerda time bor edi. After that we headed to the we spent a good amount of time watching the fishes darting about. Mana bu yerda time bor. Mana shu time bo'lishi mumkin. Bu yerda aniq bitta gapda demayapti. Which is somewhere in the rest of the text. Demak, tekstning qaysidir qismida deb aytyapti. Bu yerda time mana qaysidir qismida chiqyapti. Demak, time'ni yozamiz. Menimcha shuni hammasi joy-joyiga tushdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yamiz.